Assalomu alaykum, hurmatli bizni xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvimizni tinglaydigan, ya'ni подписчикlarimiz. Bizni bugun mehmonimiz многоуважаемый, o'zini taniqli, har joyda, ya'ni video chiqarib, o'zini ishini, faoliyatini, ya'ni chiroyli olib yurgan bizning mehmonimiz bugungi Nodir akamiz. Assalomu alaykum Nodir aka. Va alaykum assalom. Shu chiroyli video demasdan jinni ketdi video desangiz to'g'ri bo'ladi. Endi odamlarni aldashni nima keragi bor? O'zi odamlar kim qanaqa video qilayotgan? Nima chaqirdinglar uka? Eng qizig'ini o'zingiz bilganingiz ayting. Yo'q. Yo'q, o'zim bilib aytyapman sizga. Uni atay qilasizmi shunda hozir? Ha, atayash. Odamlar ozgina bo'lsa ham xursand bo'lsin, ko'ryapsiz, zaman hammada stress, o'ziga yarasha problema, to'g'rimi uka? Gapingiz bor edi hali videoda. Qani bismillah. Qani bismillahirrohmanirrohim. Ketdik. Ketdik endi. Xafa bo'lish yo'q endi, gaplashib oldik. Chota siz bizni xafa qilib qolsizda bu turish anaqaga o'xshab turibdi-yo. Yo'q, endi bizlar ko'ngillarga bog'liq. Biz bergan savollarga bog'liq-da. Albatta. Bo'ldi aka. Tayyor bo'lsanglar boshladik. Padarkamiz qani bizni? Padarkani uka endi keyingi safar olgach kelaman. Hozir kumushdan 3 ta marjin aytib qo'yganman. Keyingi safar uka pulim to'laman. Borib yepkanmiz aka. Bo'laveradi. Xo'p. Aka, biz sizni burishayotgan, ya'ni как производитель taniymiz. Oldindan har bir videoyingizda portalda olib yurasiz, o videolarda. Shunda tanasdik. Lekin bunchalik, ya'ni chuqurlashib bu kirib ketishingizga sizni kim bunchalik majbur qildi? Men shu odamni ish topa olmayapman. Mana qo'limdagi javoblar yozilgan emas aslida. Yoki savollar mavjud emas. Bu narsani sizdan oldingilarga bermasdik, sizga berdik. Ma bu haligindaqa yordamchi, hali dumka tupikka kirib qolasiz-ku. Mana shunga bitta qarab qolasiz, o'zingizni ko'rasiz-da, Nodir deysiz. Qancha kelsan deb turadi. Zerkalo ekanda. Ko'pchilik o'ylashi mumkin-da, bunda javob yozilgan yoki savol berilmaydi hech qachon. Bu yerda chista improvizatsiya ekan, savolingizga javob beraman degarim. Bu narsa bizga hobbi deb bilaman o'zimga masalan. Har bir insonda o'zini qiziqishi bo'ladi-yu. Ba'zilari futbolga qiziqadi, ba'zilari tog'da uchib chiqib irg'ishga qiziqadi, samolyotdan irg'iydiganlar bor, plavaniyaga, cho'milishga qiziqadiganlar bor. Mana shu jinni katta video qo'yish biz uchun hobbi bo'lib qoldi. Porterda bo'ladimi, lehkoy mashinada bo'ladimi? Ba'zida oraga yengil musofirlar uchun kontent qilamiz. O'shda mana qayerlar asfalt bo'lyapti, o'zgarishlar katta deb, bu albatta musofirlar uchun foydali deb o'ylayman. Qisqasi hobbi. Ya'ni u jinni ketdi video olishingizni o'zingiz ham bilasiz, ya'ni atay qilasiz bu narsani. Ha, o'zimga mosroqda endi. Azoblash xizmati. Yo'q, 24 ga yetdi. 24 ga. Yashang. Haligi yo'lda kelyapti, do'sim deb akani aytdingiz-ku. Rahmatulloh. Ha, qa dedi u aka? Ha, u Mango profilida yuradi, ko'proq TikToklarda, Instagramda. U Koreyada hozir. Keladimi yo siz borasizmi oldiga? Adab böyle bir-biringlarga kelasanmi, ketyapman, anaqa deb video qo'yyapsizlar-ku. U bola bilan ham ko'p o'zi kontentlarimiz bor. Hali jinni ketdi. Mana gayga ushalib qolgan kontentimizdan rakka chiqib ketgan. Hali sotib qo'yganingizmi? U sotib qo'ydi. U meni ustimga so'kib, to'la jarima to'laysan debchi, gayga ushatib bergan kontentimizdan rakka chiqqan. U endi xudo xolasa keladi tez kunlarda, o'zi yaqinda ketdi. Ishlasin. Ishla. Shu yerda ham обращение ketgan. Borib olib yig'laydi-da, sog'indim bolamni deb. Ayta olmaydi-ku. Uydagilar sog'indim deya olmaydi-ku. Bolamni deyaveradi. Ishla bu. Bolalarni sog'ingan bo'lsa-yu, mayli aka. Bolalarning sog'inda ayollar ishi bor deydi. Endi o'zi tushundi-da, shu gapni gapirmayapti. Boya aytdim-ku haligi xotin temasi. Endi u savolni hammaga beryapmiz-da. Shu savolni sizga ham bersak, ikkinchi xotin temasi bormi sizda ham? Bu ikkinchi xotin temasi jigarim, to'g'risini aytaman. Keyingalikka maqsad qilingan, o'zi to'g'risi hamda. Lekin hozir yo'q. Nima bo'ladi? Bittaga shukr qilib yashayapmiz. Allohim shukrlari nasib qiladigan bo'lsa. Keyin hozir mana shu ko'rib nima qilmaydim? Bugun qilmaydi endi ertaga bu video chiqqandan keyin ko'rib haligindaqa uka shu joyini o'chirib yuboraylik demaysizmi? Uka imini nima temada, jichcha boshdagi g'urralar, oyog'idagi mana gipslar hisobga olmasa hammasi yaxshi. Yaxshi. Men uchun qayg'urmasanglar ham bo'ladi. Haligi ketyapti, tars bezmontaj qo'yib yuborasiz-ku. Nimaga shunaqa qilasiz? Bir montaj qilib, bir nimalar bo'lmaydimi? Ba'zida kutgan videoingiz emas.
kutilmagan videorolik chiqadi. Действительно. Aminmisiz? Aminman. Kabobda uni qo'yasiz bunday kamerani orqali bir ikkita videolarda xira bo'lib qoladida. Ha. Ana shunga savol berdimda. Bu xuddi hali insonlarga o'xshaydi. Ba'zilarga diqqat kerakligidan ham ko'proq berib yuborasiz-ku. Vнимание deb qo'yadi. Shu insonlar aslida unga sazovor emas. Masalan, ko'proq hurmat qilib yuborasiz. O'zi u inson unga sazovor. Xuddi shunaqa temada. Videolarga ham shunaqa ko'p vaqt ajratadigan bo'lsangiz, hali video ko'pchilik tomonidan negativ sababchi bo'ladi. Ana shuning uchun shu yo'l tanlagan. Haligi videolarda ham rosa kommentariy yozishdi, lekin sizga yozishmabdi-yu, olash. Muhitga yozilibdi, atrofga yozilibdi, ana shuni o'rtog'ingizga yozishibdi. Uyda olinganmi? Uy emas shekilli u. Molxona deb aytishganmi? Shu. Bo'ldi. Uni bitta sababi bor. Uyni ko'rgan bo'lsanglar, oldingi uylar aynan shunaqa 3 xonadan iborat edi. Oldin bilasizlar, bir kamtar hayot bo'lgan, 3 xona bo'lgani bilan 30 ta, 40 ta to'y qilsagan hamma sig'ib ketavergan xonalargachi. Masalan, deylik 5 ta xona bo'lsa, yengil 50 ta odamni kirgizib to'ylab bo'lavergan. Xuddi shunaqa uylardan bittasida video olingan. Kamtarinlik, pardalar, orqani qarasanglar yengil. Unaqa dekoratsiyali moshni emas. Biz ashini ashna dekoratsiya qilishib, ashnaqaga moslashtirib olishibdi deb bizda. Asli unaqa emas ekan-da. Iminni ashirda olganmiz-da. Iminash kamtarinlik bo'lsin, oldingilar bari shunaqa hayotda yashagan, ko'pchilik sog'ingan debchi. Yana kelgan aka, siz hayot davomida uni videolar olyapsiz, reklamalarga chaqirishadi-yu odamlar. Bir jiniketda bir предложениялар ham bo'ladimi? Mana qilaylik deb. Odamning o'yiga kirmaydigan narsalar aytishganmi? Yo'q, jinniketda odamga jinniketda предложение qilishmaydi ekan. Qilmaydi ekan. O'zlari biladi ekan, uka o'zi yengillar deydi ekan, deb turib ishingizni qilaverasiz ekan. Reklamalar olasiz o'zi asli. Orada olib turamiz. Pul narxi qanaqa bo'ladi? Bizniki to'g'risini aytaman. Osmondan kelmaysizmi? Bu temada yo'q, bu temada xalqni o'ziga qo'yib qo'yganmiz. Nech puldan qilaylik deb boshida. Reklamani boshladik degan paytimizda. Hamma har xil yozganda, sredniy 3000 taklif qilgan. Hozirgi mahalda endi sredniy 5000 hisoblaydigan bo'lsak, endi joyiga qarab 10 gacha. Undan qimmat emas. Hozircha. Shaxsiy o'zim borsam. Maksimum 10 minggacha. Ha, 10 gacha. Bir ikkita odamlarga o'xshab 20 ming, 30 ming, 50 ming unaqalar olmaysizmi? Ular kino kontent deyiladi. Ma'lumot sifatida reklama berilishi bor. Uni bilasiz, mana mana qochilibdi, Qurmanjonda 177 da kelaverasizlar, bo'la shu edi. Bu ma'lumot sifatida beriladigan reklama. Siz aytayotgan qimmatroq u kino kontent bo'ladi. Kino qilamiz, uchamiz borib, puli boshqacha bo'ladi. Endi keyin aka, direktingizga qanaqa odamlar nima deb yozishadi? Bir ta'sirli bir narsalar yozishadimi, yo bir cho'kib yozishadimi, yo bir narsa deb bir hali sizga bunday mashmaqqa kelgani bormi? Bitta bir savolmi, javobmi bir hammani direktiga kelgani kabi biz direktimizga ham ba'zi bir muhtoj insonlardan yordam bering degan. Unaqalar keladi. Har bir insonda bo'ladi. Masalan, ozgina tanilsangiz shuni qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Bari insonmiz-da. Insonmiz, lekin hammaga birdaniga yordam berishga bizni imkoniyatimiz cheklangan ekan baribir. Masalan, o'shdagi blogerlar bunday komanda bo'lib talpa bo'lganmisizlar yo hamma bilan muomala qanaqa? Yo bir bitamtasini yomon ko'rgan blogeringiz bormi, yo bitamtasini yaxshi ko'rib o'rganlaringiz bormi? insonmiz uka. Har bir insonni yoqtirgani bo'ladi qalbida, yoqtirmagani bo'ladi. Mana shu akam ham, Azizbek ham. Shu videoni ko'rib o'tirgan insonlarning orasida yoqtirgan do'stlari ham bor. Hattoki qo'pol aytganda nafratlanadigan insoni ham bor-da. Sizniki kim nafratlanadigan blogeringiz bizga iminashi? Yo'q, insonlardan nafratlanmayman. Nimaga hozirgi kunda iminni kim bo'lishidan qat'iy nazar har bir inson o'zini eplab yurgan bo'lsa, menga og'irini tushirmasdan, ash insonga rahmat aytadigan zamondamiz. Siz eplayapsizmi o'zingizni? Menga og'ir tushirmayapsizmi? Ishingizni qilib oilangizni boqyapsizmi? Bo'ldi, omadingiz bersin. Bir g'ijillashib ketgan bir suluchilar bo'lganmi? Boymi, kambag'almi, mashhurmi, yo endi tanilayotgan insonmi? Tasavvur qiling, bitta yerga keldingiz-da, tip reklamaga keldingiz. Siz u odam ham kelib qoldi. Shu to'lashib ketgan suluchilarmi yo bir shunaqa bir noyob bir narsalar bo'lganmi bitamtasi bilan? Yo'q, unaqa bo'lmagani uka, men sizga bitta narsani aytib beraman. Har bir insonning hayotida bor bunaqa insonlar. Ba'zida biz nuqta qo'yish kerak bo'lgan yerlarda shu insonga yana bir marotaba shans bergan inson o'laroq vergul qo'yib qo'yamiz. Bu esa bizni eng katta xatoyimiz bo'ladi. Lekin u inson
qilgan xatosini yana qayta qiladi. Bo'lganmi? Rasululloh tochkasiga kelib to'xtatdi zomachi. Bunaqa ko'p bo'ladi-yu aka. Bo'ladi. Odamlarda hozir hech ko'p qolishi kerak emas. Hammada bo'lgan. Bo'lganlar kommentariyga yozaveringlar. Haqiqatdan. Shunaqa Aka ko'p nimada kommentariyada o'qib qolyapmiz. Nodir akamiz qoshini terdiradimi degan savol. Haligi kosmetologlarga beriladigan savollarni qo'yadi. Mana otaymi uka nima qilaman? Mana yevaraymi uka, shan achaveraymi? Mana tizalab qidik. Uka bo'ldi. Qoshini terdiradi. Xudo saqlasin jon uka, unchalik o'lib ketmanglar. Shunaqa odamlarga o'zingiz yaxshiroq tushuntirib qo'ying bu narsani, потому что ularda ayoli shu ekan. Ha, yo, terdir. savollarni berishyapti, qarang, nimalar. Beroringlar. Har qanaqa qo'pol savol bo'lsa ham beroring. Yaxshi tayyorlanib kelmabsizlar-da sizlarchi? O'zimizmi? Duduqlarni ming qilib tez savol beringlar. Videoda vaqt cho'zilyapti. Siz haligindaqa qilamiz, o'zingiz bizni nima qilib qo'yapsiz-ku? Haligi bolani taniysiz-a? Nechachi bor bola? Necha bor? El bolasi. El bolasi? Bloger. Hamma qatori videoda ko'rganman men ham. Muomala bormi shu bola bilan? Yo'q. Hayotda ko'rishib, masalan, assalomu alaykum deb bir dasturxonda o'tirmaganmiz, lekin sizlar qatori men ham videoda ko'rganman. Sizlar bilmayman, lekin ko'rishganmisizlar. Yo'q. Ko'rishmagan qoraylik-ku. Endi siz ko'rishmaganmisiz deyapmiz. Yo'q. Men to'g'risi ko'rishmaganman. Ko'rishish haligindaqasi bo'lsa ko'rishasizmi shu bola bilan? Videolarini ko'rasizmi o'zi? Videolari chiqadi-yu o'zi. Kim masalan ko'rmayman. Izlab ko'rmaysiz. Yo'q, masalan, profiliga o'tib ko'rmaysiz, endi videosi chiqadi yurakdan u. Sama saboy chiqadi, hammadan chiqsa kerak. Oxirgi nimada videosi qo'ydi, nimada обращение qildi. Hamma qo'yib yubordi, shunisini ko'rdingizmi? Kimga обращение qildi? Kattaga. Meni oldingizda olib yuring deb. Ha, ko'rdingizmi shunisini? Jigarim, haligi hammani hayot yo'li bor-da. Siz masalan, mana ishingiz orqasidan tanilmoqchi bo'lsangiz, misolda, niyati shu bo'lsa, shuni orqasidan tanilasizda. Yoki siz reklamangiz orqasidan tanilmoqchi bo'lsangiz, amallar niyatga bog'liq. Kim qaysi tomonga shak tashlayotgan bo'lsa qadamini, shu tomonga qarab ketaveradi ekan, Allohim so'raganini beraveradi ekan. Niyatingiz qanaqa bo'lishiga bog'liq. Tushundingiz-a? Shu bolg'a bilan boshingizni yukib joyiga keltirib qo'ying. Mana bolg'ani uch safardan beri so'rayman. Kimga bu deb so'rayman. Bizni temada bu burchatkachilardi. Mana shu egasi keldida endi mana shu sizga beramiz mana shu. Berasiz? Ur bo'ladimi aka? Bo'ldi. To'rda molotiga o'xshaydi. Endi keyin aka hayotda har xil narsalar bo'ladi, har xil qiyinchiliklar bo'ladi. Sotqinlik, potqinlik, bir shunaqa temalardan qanaqa nima bir bo'lganmi bir hayotda bir? Ha, hammada bo'lgan ekan, bizda ham bo'lgan. Podrobni qilib aytib berish kerak. Ayting. Sotqinlik bo'lgan deb. Bir maza qilaylik aka. Hazilamalar. Sotqinlik qanaqa bo'lgan? Sizni sotib ketishganmi yo siz sotib ketgan? Ikkita temada sotqinlikda ham ikkita nimasi bor-ku. Undan bo'lsa ham aytavering, bundan bo'lsa ham aytavering. Что, haligindaqa bo'lib. Rahmatulloh degan mangu do'stim bor. Ashu kuspirish yaqinda bir nech pul? 1800 plus $200. Undan oldin 30,000 nech pul bo'lyapti? 2000 ga 30,000 bo'lyapti. 2000 dollar plus 30,000 mi? 30,000 ga sotib ketsangiz, sen eshitib ko'rib turgan bo'lsang, muammo solib qaytarib ber pullarimni tez. Yaqinda Nargiz opa bor, ona bozorda o'zimiz ona. Bozorimiz ro'parasida. Yopiq bozor bor-ku? Ha. Nima deydi u yerda? Yopiq bozor deydimi? Xuddi ash yerdan 247 so'mga Nargiz opadanmi? Nargiz opadan chiqomon topdi, maydamon. Gulida yetalab tushib olib, qarzni bermay ketibdi. Menga telefon qilyapti, uni o'rtog'iga aytib tezda berib qo'ysin deb. Bilan soling berib qo'y tezda bor. Ko'rib turibdi-da, oz kulyapti. Chiqonda monti deganingizga Rostdan hali bir Nargiz opadan bor chiqqan montislar. Yaxshi ko'rasizmi? Shu darajada chiqqan. Yaxshi ko'rishdan ham ko'proq bor-ku. Yoshligimizni eslatadi, esinglardan. Yonida dendiylar, segalar, yengil. Temir polvon. U paytda biz hali planda ham yo'q bo'lsa kerak. Akalarim biladi, rezonans studio, lazer studio desa, tasvirrosh desa akalar bittada. Zahar opa qaddan bo'ldi. Tushundingiz-a? Tortlar, qaymashni. U paytlar, ashtomonlar, Mirumir. Mirumir. Hozir Pepsi bo'lib ketdi, yengil. Zaynabidinada U yerlar endi yoshlikni eslatadi.
Ashirlarni imini yoshlikda eslash uchun tushamiz. U yerlar o'zi reklamaga muhtoj emas. Haligi gapinglarni bo'ldim. Toshkentga borib hadeb bitta kafeda nima qilyapsiz? U siznikimi u? Yo'q, shaxsan meniki emas. Masalan, o'zim ochmaganman u yerda, shu biz jigarlarniki. Ashna desam to'g'ri bo'ladi. Ya'ni Toshkentda Ashirlarda kuzatar deydi, ashitda yotarmi deylar. Uyqusirab, oshnasi chiqardi. Bir kun bor ashida yotib qoldik. Bir Kafeda. kuni kech borib, hali endi birovni kech paytda bezovta qilmaylik deb, kafe endi o'zimizniki jigarlarniki. Eshikni ochib kirib, divanga uzuncha uni oyoq uzun uni bu yoqqa chiqib qolaveradi. Bir mal qarasam bunday qilib yotibdi-da uni. O'zim odam juda xunuk turadi ekan. Endi haligini qo'yib yubordim men videoga olib. Uni hali uyda qo'yib yubordim. Do'stim, senda aql yo'q. Do'stim, senga emas degan bor-ku o'g'lim. Bitta videolarda yo'lda qaytib kelayotib, Sparkda edinglar ekan, benzininglar tugab qoldimi, bunisi bo'lib, pulinglar ham qolmay qolibdi. Ha. Shu nima bo'ldi oxiri? U rost tema u. Yetib kelib oldinglarmi? Yo, kontentmi yo rostmi? Yo'q, u bo'lgan tema O'zbekistondan Toshkentdan kelayotganda. Qandaylar siz shunday odam bo'lib turib pulingiz tugab qoladi, biz Har ashasiga bir hayron insonni bo'ldik. sharoit. Yo'q, imini pulimiz bor edi. Uni beradigan yerga berib qo'ydik-da, kutilmagan vaziyat bo'lib qoldi. O'zi boshqasi berish kerak edi-da, faqat bu yerdan berilib qo'yilib, endi yo'lkalarni pulni ishlatib yubordik. Allohga tavakkal qilib yo'lga chiqib efir qilib kelyapti. Pulimiz yo'q, o'rtoqlar deb bitta baqiruvdik. Bitta akamiz bor ekan, o'zi boshqa yer Koreyada ekan shu odam. Akalar shunday burilib, o'ng tomonga zapravka kiringlar deb men aytib qo'yaman dedi. Benzin quyib beradi, uylarga yetib olasizlar dedi. Ash zapravkani Imin Andijonga keldim. Ha, yaxshi insonlar ko'p. Benzin quyib berdi aka. Ashida turib, Koreyada turib. U yog'iga yana bemalol o'shga yetib oldik. Yana bitta tema borda. Jigar biz masalamda o'zimiz maqtamaymiz, lekin biz qalbimizda bor narsani ommaga oshkora qilib yuradigan insonlarmizda endi. Hali jinnilik qilsa qilib ko'ramiz. Ha, masalan, siz yoningizda eslaydi yoqib turib, assalomu alaykum deb turib nariyoqqa borib, yengil. Menga qaramay turinglar, ommaga chiqmasin bu qiliqlarim deydigan emas. Ashnaqa. Tushundingizmi? Borini boricha ko'rishga harakat qilib, yuzga yuz emas, ana shunga harakat qilib yashaymiz. Hozir haligindaqa kino kontentlar bo'lyapti-yu, olishyapti. Misol biz ham oldik. Ashunaqaga sizga предложение tushdi deylik, bizdan. Ha, xo'p. Tushasizmi, tushmaysizmi? Tushamiz uka, odam ajratmaymiz, unchalik o'tib ketmaydi. Kechada aka telefon qildim. Birinchi qilishimiz endi. Qildim olmayapti. Qildim, bir ikki qizilni bosdi, yozdim ham, o'qiyapti, javob bermayapti. Oxiri kechqurun qanday bo'lib bir javob berib yubordida, zo'rg'a ushatdi-da dumini. Ashaqa bo'lmaydimi deyapman-da. Kecha Poponga dam olgani boruvdik. Dam olgan borgan yerda dam olish kerak endi, birov qilyaptimikin deb o'yladim-da. Lekin kech payt gaplashdik kelgandan keyin. Bo'ldi uka, u temani yoping hozir uka, mana buni solaman ma'lumot bo'ldi. Bugun yaxshi, vali nomerni saqlanib qilib olgan shekilli. Chap unda ham jicha qiynadingiz. Bir ikki qilsam olmadingiz, ene keyin WhatsAppda jicha yozishdik. Ene bo'lib ketdi. Bu ya'ni kontent temasiga bitta kelib to'xtaymiz. Bu narsaga men ham bizaman birgalashib, ya'ni qattiq bitta video ishlash. Haligindaqa bo'lganda aka bizda. Haligi biz endi boshlanayotgan nimalarimiz, endi sizlar u oldingi bo'rilardansizlar, bo'rilar deb qo'ydik. Chiya bo'rilar. Endi haligi yoshlardan nima kelsa yo'q demayli, chiqib beraverasizmi yo siz ham ayrim nimalarga o'xshab kibrlanib? Uka, men o'zimni boshqalardan ustun ko'rmayman. Vaqtimga qaraychi, ko'ramiz-u. Bo'ldi, jon uka, men tushundim savolingizni. Men javob beryapman uka. Hali siz o'zingiz mendan ustun ko'rasizmi, ko'rmaysizmi? Sizchi? Yo'q-da. Ha, unda biz nimaga ustun ko'rishimiz kerak? Haligi bizda yaxshi podдержка bo'ladigan bo'lsa bir-birimizga, lekin sekin-sekin ko'tarilasizda. Lekin bir kun hammamiz ko'tarilamiz-u, ungacha ko'tarib olish boshqa. Ha, keyingisini bering uka. Bering aka siz. Toshkentda aka yurganingizda Anvar G'aniyev bilan ko'rishdingiz-ku. Vau. Ammo hali firoq to'lar qalbim yonarmidi? Vau aka. Yoryapsizmi? Shuni bitta aytib beray aka. Aka, eshitaman mana. Shu voqeani ko'pchilik video qilib qo'ydim-ku. Ishonasizmi aka? Ash kafeyimiz deyapman endi. Ash kafeda ro'parasida go'sht sotadi bitta akam. Shu qassobxonaga Anvar G'aniyev kelib qolibdi. Men lekin bunday o'tib ketyapti, mashinamga o'tib ketyaptim, bozorga ketayotgan odamman. Mashinamga shunday o'tirmoqchi bo'lib kelasan, akam nariyada qassobxonada o'chirib turibdi.
Anvar G'aniyevda. Endi hali akani ko'rib shunaqa xursand bo'lib ketdim. Nimaga desangiz, yoshligimizdagi qo'shig'ini eshitganmiz endi bari. Ya'ni yoshligimni eslab oldim. Bolg'ani qo'yib turadi, boshiga tushib ketman. Keyin bir mahal shuni kamerani yoqdimda, o'zimga qarabdimda. Akam umuman meni uni yoniga borishimdan bexabar. Firoq cho'lar, bag'rim yonar. Yurak seni so'rar. Ezar meni bu darslar ezar. Desam nariyoqdan akam degan ovoz eshitildi. O'zini. E'tibor bermayapman, o'sha yonigacha borib qolibman. Shunday kamerani burdim, mana Anvar akam o'zi dedim, originali dedim, aka dedim. Bitta tilaklaringizni aytib, joni sog'. Akam ozgina yengil hijolat bo'ldi, lekin ko'rinishi bor-u. Hali maqtash bo'lib qolmasin. Hali ham yaxshida. Yosh turibdi-da akam. Akamga yana yengil orada kafeda reklama. Akam ona bizning kafemizdan aka ovqatlanib keting deb qo'ydim. Yengil reklama taylantirib qo'ydim. Va oshnangiz ham ashula aytib chiqdi-yu yaqinda. Ashlarni siz aytishingiz kerak edi ekan aka. Uni men she'r qilib birinchi aytganman. Uni aytganmisiz? Siz aytganmisiz? Termulib qolaman olisga. Sog'inchlar qiynaydi bilmadim nechun. Yolvordim dard ila yolg'iz Xudoga. Otamni bir bora ko'rmoqlik uchun. Shu bir kuplet mana shu. Poch akamiz hayotmi? Hayot. Hozir oilaviga endi aralashmayapmiz, oilaviy tema. Buni asha she'rda o'qib qoldimda, kechpayt yarim tunda o'qib qolib, bunday qilib qaradimda, juda ham ta'sirli she'r. Shuni yozgan insonga, mana shu yerda aytib, agar mabodo bizni ko'rayotgan bo'lsa, shu insondan Alloh rozi bo'lsin. Shunday qo'lim tekst, quruq tekst, tayda foni bor, muzika. Tekst o'qib turib, birinchi kupletning oxirida otamni bir bora ko'rmoqlik uchun degan yeriga yeta olmasdan yig'lab bordim. Erkak ish ko'rsatmaydi-yu qizim. Qorong'ida yig'lab. Bo'g'zimga mana binasa tiqildi-da endi, tiqiladi ekanda ba'zida endi. Uni aka asha siz aytishingiz kerak edi ekanda. Uni aka jicha obrazga kira olmabdi. Uni asha siz ash tog'larda, ash muhitlarda, ash paltolarda mana siz aytganingizda haligi ashlar o'tardi. Ashini iloji bo'lsa bir boshqatdan olib ko'rish kerak. Bo'ldi, men sizni tushundim uka. Men uyda haligi perchatkalarim bor, qizim. Oshni akam kelganda mango bor-ku. Kelsa u ham taqib keladi, ikkovimiz ushtirasiz, tushundingiz? U she'rini maza qilib o'rganman aytib. Ashirlar tariqasida ham hozir ham aytdingiz-ku misol. O'sha bor ekanda qobiliyat. Anvar akanikini aytdingiz-ku. Ha. Yana bitta bo'lsa aytib qo'ying. U Anvar akaga aytib borganingizda bir boshqacha reaksiya qilmadimi, urinib netib olmadimi deymanda? Xursand bo'lib ketdi aka. Xursand bo'ldim. Chap kamerani burib, haligi u davom ettirib ketganda ham yomon bo'lardi. O'lib qolasiz. Ona yomon bo'ladi. Aka davom ettiring deganimda aka, men o'zim uni qo'shig'ida orqasidan ko'nglim degan yerlarim ham bordi. Indamasam davom ettirardi balki. Asha bor. Aqlingizda qilib ovoz bor ekan aka. Ovoz bo'lsa-ela endi jigar biz. Ovoz bor ekan. Bitta manaqa bir nimada o'tirib olib, haligi bitta brat bor, pianinolar chalib. Endi siz pianino chalmaydi-ku. O'zingizning ovozingiz bor ekan. Bezodbek ham. Aravoldi. Bezodbek hozir. Boshdan qilib bir talant bor. Bir olib ko'rishingiz kerak aka. Haligi bu haligindaqa qilish emas. Prosta ko'k bor ekanda, qobiliyat. Yo'q, qobiliyat bor ekan rostdan. Yaqinda mana qobiliyatni o'rtaga chiqaramiz deb, Rahmatulloh bilan uni hali akam studiyasiga chiqdik braderga. Mana mikrofon bor, men kelganda gapira olmayman ekan. Bitta qo'shiq chiqardik-ku Rahmatulloh bilan. Eshitdingizmi mana qo'shig'imizni? Ikkovimiz duet qilib bitta qo'shiq chiqarganmiz. Barish Manchov degan turk estradasining xonandasi bo'lgan, hozir o'tib ketgan 1980-yillarda aytgan qo'shig'i. Taxminan 80-90-yillarda-da haligi Jan bedendan chiqmayincha degan. Ashuni ikkovimiz duet qildik. Bu chiqdimi? Kara haber tez duyulur. Unutsun beni demişsin. Bende kalan resimleri, mektupları istemişsin. Degan yerni men aytdim, qolganini u aytdi. Siz bilarasiz, Po'lat o'ynaydigan ekan. Tomi Jerryga ham tushaveradi. Ha, Po'lat o'ynaymiz aka, gastoshlar keyin. Bo'ladi. Mana shu вообще bir qilvoramiz aka. Yaxshi chiqdi. Любой nimaga kirishib ketaverasiz aka. Ma'da sizdan oldingi kelganlar, ma'da qaltirab, terlar oqib, qizarib, hozir siz bizni shunaqa qilyapsiz, hayajonlantirib yuboryapsiz. Stillatvorsiz olib beryapman ekan Yo'q, jon uka manaqada bitta narsa bo'ladigan bo'lsa, konkretniy bo'lish kerak. Tez savolni bersanglar, men ta otib ketishim. Shashilmayapman. Hozir video vaqt cho'zilib ketdi. Mana oladi, otang, mana qarab. Jon uka, limit tugayaptimi aka? Yo'q, limit tugatgan bo'lsa, ochig'ini ayting. Davers nechigacha yozilgan shuni ayting.
Cho'zdiramiz aka, hozir shart telefon qilib turib. Daverimiz Cho'zdirib berib qo'y deb turib. daverimiz xudo xolasa bor, normal ya. 1 soat vaqt qoldi. 1 soatlarmi? 1 soatga ruxsat olganman-da, jonim. 10:30 Tushuning siz ham. Eshitmadimmi, ichimda so'kindim. Bo'ldi, eshitmadim. Kameraning orqasida ham odamlar bo'lar ekan. Bu o'tirishini qarang, bu bolalarni aka xullas. Gapiring. Yana bitta bo'lsa, men ashula aytishiga tugayapman men. Erini talandan. Turcha ketdi. Turcha qattiq ketdimi? Turcha o'zi ko'p o'zbekcha- turcha eshitib yurganligim uchun Ketdi. imla hozir Nodir aka aytgan ashlarni juda ko'p eshitaman men. Eshitganmisiz? Juda ko'p eshitgan. Voy, jigar. Ammo realni qattiq aytilgan. Dard bilan aytilgan o'zi. Naqoratni aytingchi, eshitdingiz? Naqorat. Ovoz yo'q aka menda. Yo, naqorat ovoz emas, prosta ayting, she'r qilib bo'lsa. Aka u darajada emasman. Bilmaysiz ekanda. Yana bitta bo'lsin aka. Hozir o'zimni ham esimdan chiqib qoldi, to'g'risi ashinisi. Yana bittasi haligi bor. Sultonim degani bor. Zaman hancı bulut yolcu. Ha? Zaman. Şimdi bitti. Belalimlarni en son bilmaysizmi? yolcu. Belalim degan. Belalimni bilaman. Ibrohim Tatlisov musikalaridan. Belalim eski qo'shiqlari boshqa qanaqa edi? Haligini yomon bilib boraman. Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. So'rayapti. Susma gönlüm sen söyle. Dudududun. Ayting. Haydi gönlüm sen söyle. Haydi söyle, ashimi? Haydi söyle. Haydi söyle. Beni haligi nima bilan o'tganda kim aytdi? Birov aytdi-da. Bitta ko'kbama minib yuradigan qiz bor ekanmish. Bloger ekanmish. Ashim bilan sizni ko'rishibdi ekanmish. derdi. Hop, nima qilayotgan ekanmiz? Endi u yog'ini hozir kameraga aytmaysiz, endi unchalik emas-turu, mana shu bitta yerda o'tirishga mana shu bir narsa reklamami, bir narsaga birga boribsizlar, shunaqa borib ham ko'rasizmi aka? Yo'q. Uni bilmadim, kimdan eshitdingiz, ammo birga точно bormaganmiz. Bormaganmisiz? Reklamaga bormaganmiz. Qayerga boruvdinglar unda? Qayerga borganimni ham bilmayman o'zi. U yo'q deyman-ku. Kecha aytishdi. Kim Liboy hazilga uka, liboy hazilga ko'taraman, ammo yolg'onni hech yoqtirmayman. Endi aytgan odamni aytgan narsani aytyapmiz-da aka. Odamlar gapiraveradi. Onovi nimachi? Bitta yerda, короче, reklama qildinglar-ku. Banisami nima edi u? Ashu bitta ikkita qo'yilib-da to'xtab qoldi, oxiri yo'q bo'lib qoldi. Stomatologiya ham duodent. Da. Ikkita qismdan iborat. Bu ikkitalarmi? Ikkita qismdan iborat. Imенно shu duodentni ochgan inson Davronbek akamiz. Davronbek Mamataliyev o'zini boshidan o'tkazgan voqeani aytib bergan. Bolalar chiroyli syomka qilib Zayd gruppasi. Rahmatulloh va qolgan ishtirokchilar tomonidan shaxsan Davronbek ham o'zi ishtirok etgan, o'z syomkada ko'rganmiz. Lekin voqea bo'lgan voqeada shuning uchun ham ta'sirli chiqqan. Shunaqa voqealar bo'lsa, masalan, xalqqa chiqaradigan bo'lsalar, chiqish kerak bo'lsa deng. Yaxshi chiqadi. Bu yerda ehson bo'lgan, bilasizlar, odamning qalbi yumshagan temalari bor. Masalan, nariga boshda Hasisboy bo'lib kelib turib, Hasisboy videoni ko'rib, yakunida qarasangiz Saxiyboyga aylanadi. Har bir insonning ichida vijdon tema bor-da, shuni yaxshi yo'llar bilan uyg'otib olsangiz bo'ldi. Qalblar o'zgaruvchan. Ha. Mana shunaqa videolarga rostdan qanaqa qaraysiz? Chaqirsangiz tushib, birga tushib beraverasiz. Qarayman aka. Bomba qila olaylik a. Bomba qilish. Yorvorish kerak aka. Yorvorish kerak. Ko'rgan odam o'shda ham normaliy bo'lar ekan. Ha? Dish kerak-da, harjan kontent qila olmaydi ekan deb yorish kerak. Masalan, Onovi nimachi? Somsaxona. Bu ham siznikimi? Qayerdagisiz? Qarslamani aytyapsan. Bitta yerda somsaxonada hada video qo'yapsiz u. Hadibpas u bitta somsaxona emas-da, kelgandan beri to'liq somsa reklamasi bo'lyapti. Bir Misha aka chaqiradi, bir ukam Ali Azimov degan ukam bor, Odiljon Qashqadaryoda yangi ochgan ekan, prezga yetmasa chap tomonda-chi, qarsilama somsa. U yoqqa borib somsani reklama qildi ukalar bilan. Dizayn bilan ham qildingizmi? U yoqqa bormadim men. Dizayn. U yoqqa bormadim, yeb ham ko'rmadim. Yo'q, imенно u yoqqa bormadim. Odam ko'p bo'ladi deb bormadim, to'g'risi. Hozir boshlashna bo'ladi. To'g'risi. Odam ko'p bo'ladi deb. Holi bo'lganda boramiz, lekin niyat bor.
Ha, bilalashib. Birlashib boraylik. Bu boshlanishi-yu endi. Mazasiga. Davomiy bo'lsin-da endi. Va chiqib ketgandan keyin tars etib nomerlarni o'chirib, blok qilib kim edi bu deb. Ammo bo'lishi mumkin uka, bo'lishi mumkin. Lekin sizlar bunday normalniy bolalarga o'xshayapsizlar bor. Biz yaxshimiz. Bu prosta nimani studiyani ati shunaqa. Bizga sizga ham misol grubi nima qilmayapmiz. Diydor G'animat gaplashtirib, ashula ayttirib siz o'tiribsiz-da aka. Grubi bo'lsa uka, beravering qanaqa savol bo'lsa uka shu yerdaman men tayyorman uka. Beraverasiz. Qanaqa savollar bor yana? Ishxonangizdagilarga o'xshaydi ekanmi? Ashunga o'xshashini sal topdik. Mononi qattiqligini ba'zi bir hali yuragi qatib ketgan insonlarga o'xshatsangiz bo'ladi. Tasavvur qiling, mana eng yomon ko'rgan odamingiz mashin bilan uramidi deydi bitam terga. Eng yomon ko'rgan insonimmi? O'shda bormi mash? Hamma taniydigan bitam tas. Ursam to'g'ri rahmatlagan ursa kerak. Rahmatulloh bo'lsin, olma aylantirib solsam kerak emas. Hali bunday qilig'i borda, mana qizlarni ko'rsam. Qilib suziladigan peyli bor, mana shu urib turma tishlarini bor, 32 tani bir 64 tami, 96 ta qilib yuborish. Yana bitta nimangizni yoqdi kachistves. Qash qizlarga yaqin emas ekansiz. Yo'q, endi erkak kishi qizlarga qiziqadi, to'g'rimi? Yo'q, haligi hammasiga ham emas. Suv oyog'i emas ekansiz. mana. Hammasiga ham emas. Bir ikkitalari bor-ku, aka, yengil aka. Hirjin qilib Xato bo'lmaganmiz o'ding. Endi aka, masalamda endi. Masalan, har ko'rganingizga ele gap otib aka, hammasini yaxshi ko'rib qoladigan bo'lsangiz, erkaklik hissiyotlar, mana temalar jicha rollari boshqacha bo'lib qoladi-yu. Endi salmga qarab, aka bir 50 tasi bilan gaplashmaganini bilaman emas, endi hatto bitta bo'lsa birinchi muhabbatingiz ko'rib o'tirgan bo'lsa nima degan bo'lasiz? Birinchi muhabbatim ko'rib o'tirgan bo'lsam, birinchi muhabbatim nima edi qolgan? Ya ashula aytmayman de bir nimangiz bo'lsa aytib boring. To'g'risini aytaman uka. Yoshligimda uka kimi bo'lsa sevaverardim. Ayniqsa uylanadigan payt bor-ku, bo'ydoqlik payt. It yurak bo'lgan payt. O'zim aytib beraymi? Shunday uydagilar masalan, yurganda bolam mana qizni ko'r desa, shunday kirganda o'zimiz yolg'iz qolamiz. Shunday ko'rib hali qizni sevib turib, keyingi hayotimni tasavvur qilaverardim. Choy quyib berayotgan bo'lardi, keyingi hayotimni hali qiz. O'sha yerda bolalarim bo'lib qolardi. Zo'ra hayotimiz deb. O'sha halindaqa rollar o'ynalardi. Kimni ko'rsam sevib qolib, yuragim jiziladimi? Yomon jizilayapti-da, shap uylaylarda mashinga deb. Bor. Oxiri eplab yuramaganmiz-da masalan. Yo bitamta hazildan tashqari bitamtasi bo'lganmi deysiz? Ko'p joniga ko'p. Ularda albatta ham emasdi. Bitta emas, ko'pini yaxshi ko'rganman joniga. Yuragi ham общежитие bo'lib ketgan-da. Baxshi. Kimni bo'lsa bilmadi endi ham sevorardingiz ekanda. Yomon sevorardim. Hozir hammi? Oldin yoshlikda bo'lsa bo'ldi deydi ekan. Hozir o'sha общежитиеni kalitlab, mana shu zamoglab qo'ydi keyin-ya. O'zi aytmoqchi, hozir emas-ku, keyinroq deyapsiz. Hozir haligi yig'latma degan qo'shiqni ko'p yodlatib qo'ydi kelingiz menga. Qaysi edi? Uydagi yor farishtangni yig'latma degan qo'shiq bor. Ashni aytib yuring-da deyapti. Foydasi ko'p deyapti. Yo'q, rost endi 4 ta bolali bo'ldi-da. Bolalarga hali kasr urmasin, ashni ko'proq aytsangiz yaxshi deyapti. Xo'p bo'ladi dedim men ham. Qoma yaxshi aytibdi aka. Masalan. Yo'q, ba'zilari endi o'zi qo'qishi ham mumkin yuragidan. Shunaqalarni o'ylasangiz keyin qo'qib ham ketasizmi. Lekin halindaqa yo'l bo'lsa, yengil 2, 3, 4, 5, 4 gacha-da. U yerga o'zi kalkulyator ham yetmay qoladi, imlohot masalasida. O'tgan kuni Shoh millioner ukamiz kelganda, hali oxirgi aytdilar-ku, molxonadagi videoda. Shuni ssenariysi asha joyida bo'lib ketdi deyishyapti. Shu rostmi? To'g'ri, to'g'ri. Joyida bo'lib ketgan. Endi meni fikrim, rahmatulloh do'stim uni даже post qilib ham qo'ymoqchi emas edi. Prosta istoriyaga qo'yib qo'yamiz oshna deb turib, sen mendan kelasan, anaqa deysan, anaqa bo'lib turiblar. Namest ideya tuzilib, bu meni variantimda. Balki adashayotgan bo'lishi mumkin. Ash yerda o'zida bo'lib turib, lekin post qilib qo'yilgan. O'zi ko'proq siz variantingiz deyishdimi? Yo'q, u mendan chiqqan variant emas u. U rahmatullohdan chiqqan mango bor, ashundan chiqqan. Sen aytyapman. Men chiqib ketaman, senlar tayyor turishdek bular kirib, bular vazrat yoribsiz-ku. Hamma. Endi kelgan aka to'g'risini ayting, o'tganda millioner Shoh akamizdan to'g'ri nima qilmadi? Target qildinglarmi yo qilmadinglarmi? Yo'q, target yo'q. Qildinglarmi videoga? Yo'q, pul qilmadik. O'zi ko'tar. Uka, mana qali videolar bor-ku. Men sizga ochig'ini aytaman. Qaysi videoingiz rekka chiqqan bo'lsa, biling ashini O'zbekiston ko'targan bo'ladi. Bizda kabi u narsa. Yo'q, biznikilar yomon demoqchi emasman.
O'zbekiston ko'targan bo'ladi. Xalq ko'pligi uchunmi? Ha, xalq ko'pligi uchun, ya'ni bular Aktivniy. aktivniyda. Bizda masalan, endi solishtirganda, mana blogerlik temalari endi sekin-sekin rivojlanyapti-yu. Ularda oldinroq rivojlanganligi sababli ular bunaqa postlarni yaxshi tushunadi bizdan ko'ra. Bizda bunday qarab turib negativ yozib, itdan bo'lgan, o'xshata olmabsan deb yozib o'tirgan bir paytda ular repost bosayotgan bo'ladi. Hadilcha bo'layotgan bo'ladi. Rustam desa Rustamlarga ketdi. Masalan, bizda Rustamlar yozadi mana. Jahon deb negativ yozib o'tnarigilar. Shunday, shunaqa tema. Bo'lib ketadi, sekin bizda ham xudo xolos, yaxshi niyat qilaveraylik, bo'lib ketadi. Yaxshi kontent qilaveringlar-da, yaxshi bo'lib ketadi. Qilishasizmi? Endi qilishing desangiz qilishamiz-a? Bu haligida qilamiz bo'ladi. U videolarimizdan tashqari joyimiz bo'ladi. Ma'da siz o'tirib qolasiz. Hop. Men yo'q bo'lib qolaman. Olib kelib menga bitta-bittasini olib kelib, siz ham gapga usta ekansizda, hozir sizni taqaltirib dumkaga tiqib tellatvoramiz deb bizni tellatvoryapsiz. Ana shunaqalarga ham qilib yo'q? Birgalashib, bir podkast qilsak, keyingi ishtirokchini bo'laveradi. Kimimiz qilaylik aka? Nima deysiz? Kim olib kelib berasiz? Mana bek operator bor-ku. Ashuni men olib kelib, mana shu yoqqa o'tkazib. Bir bitta degizeli ekan. U ham samimiy insonda. Bitta doldirdingchi deb turmadi gapirib. Yo'q, videolarda hamma gapiraveradi. Mana masalan men o'zim videoimda bidir-bidir qilib gapiraveraman. Bu yerga kelganda bu yer siri boshqada. Bizda ham jicha bo'ldimi mana shunaqa bir narsa? Hech narsa bo'lmayapti, to'g'risi. 1-2 Ammo bu tomondan rosa Sen beryapti. beta'sir ekansiz to'g'ri. Jicha ter bo'lyapti aka menda. Men zerikib tez savol bermayapsizlar-da, jonikalik. Zerikib ketyapman. Ma'da siz o'rningizda bo'lganda mana odamda bor-ku. Deb men so'kinib men ketaveray akalar bo'ladi. Prosta aka siz mendan misol ancha kattasizda. Ana shunaqa nimangiz bor ekanda. Jicha bo'lsa ham yosh bo'lganingizda men bilasizmi, ma'da tellatganman-da. Siz ham mana o'sha ma'dan bunday bilinyaptimi deb qilib qo'yapsiz-da. Bo'ldi, artib olay unda. Menga ko'rinyapti. Bo'ldi. Baribir yoshingizni hurmati bor ekan. Tajribangiz, nimangiz, hayotiy nimalaringiz ko'pligi uchun men jicha nima bo'lyapman-da. Lekin Jicha kirishib ketaylik, yana keyin. yana bir narsada. Men Nodir akani kuzatganman, juda ham ko'p kuzataman. Ya'ni videolariga, ya'ni qilayotgan prямой efirlariga. Lekin bunaqa inson deb o'ylamaganman, realda samimiy ekan ochiqcha. Bunchalik jinni deb o'ylamaganmiz-ku. To'g'ri, shu. Jinniga jinniman, to'g'risi. Eslayman. Lekin uka ochiq bo'lavering-da siz. Menga qarang-da, sizga bitta gap-da, sizga ham bitta gap. Kamronbek, Azizbek. Mana hayotda bor-ku uka, to'g'risini aytaman. Sizni odamlar jinni deydimi, eshakmiya, mol deydimi, umuman farqi yo'q. Chista yurakdan samimiy gapiravering. Samimiy gap tushungan insonni chista yuragiga boradi. Rostdan. Boshqa balo desa ham mashina bo'lavering. Albatta hamma o'ziga o'xshagan yaxshi insonlar atrofingizda to'planishni boshlaydi. Lekin u insonlarga aksini olib xitri jopali qiladigan bo'lsangiz, Tit qo'pamiz, odamlar atrofingizda to'planadi. Bu joyga tut qo'yib qo'yamiz. Tut qo'yib qo'yasiz ekan. Mana bo'lasiz. Haliginda qarangda, hozir huzur qildik jinday. Oladi jinday siz ashula ayttirdik. Endi o'sha o'zingiz aytyapsiz, limitim tugayapti deyapsiz. Tugab qolyapti-ku. Bir samimiy bir sitatalaringiz, bir dildan bir gaplaringiz bo'lsa yoshlarga, sizni ko'radiganlarga. Yoshlarga nima maslahat bergan bo'lasiz ekan? Akalar biz mana shuncha kontent qilgan bo'lsak, video ko'pincha ko'rishadi. Hali ko'proq jinni qilib qilaman, lekin aslida shu gapingizni bo'ldim, shu gapingizga yomg'ir ham yog'ib gapiravering endi. Mana deb bo'lib turadigan odam ekan o'zi. Bir alohida bino sal bersa bo'lagan, bo'lib o'tiradi. O'tirib turaman. Videolarimizdan maqsad o'rtalar ozgina bo'lsa ham, jichcha bo'lsa ham yumor, qalblarga kulgi ulash, lekin biz shunga sababchi bo'lish. Biz kuldirmaymiz insonlarni. Kulsa, endi shu video orqali sababchi bo'ladi. Lekin har bir qo'yayotgan videoyimizni ozgina bo'lsa ham ma'nosi bor. Shunga odamga. To'g'ri, jinni katta video bo'lishi mumkin. Ichida mingcha bo'lsa ham haqiqati bo'lmasa, videoni qo'ymaymiz-da. Aka. To'g'risi ham. Hozirgi yoshlarga nima maslahat bergan bo'lasiz? Masalan, hozirgi yoshlarga bunday hammasi ham emas. Kattani hurmat qilishlik, ota-onasiga do'q-do'q qilib gapirib ketishliklar. Shunaqa insonlarga nima degan bo'lasiz hayotingizda? Joni sog' bo'lsa hammasini. Glavniy mononi otib olsa yaxshi bo'lyapti.
Mana masala bor. Mana masala bor. Jicha cho'zilamiz. Mana shu temani biz Xudoga ming marta shukr qilaman. Mana 2 asrda yashayotgan insonlarimizda. Nechinchi yilsiz? 91. Ha, bo'ldi. 90-yillarni ko'rgan ekansiz-da. Ha, hozir 2000 tepasini ko'ryapsizmi? 2 asrni ko'ryapsiz. Tushundingiz-a? Demoqchi bo'lganim aka, mana uni siz boshidan chiqqanidan beri ko'rgansiz-da. Knopchli paytidan, katel, IP telefoniya paytidan tushundingiz-a? Sekin-sekin ko'rib o'rgangansiz. Hali sensorga o'tgan. Hozirgi bolalar agar bu yil tug'ilgan bo'lsa, iPhone 17 ning ustiga tug'ilyapti. To'g'rimi? Oxirgi pokoleniyaga tug'ilyaptimi? Ularga uje anaqa yangilik bilan qiziqtira olmaysiz-da ularni. Masalamda. Yana ekan shu biz yoshligimizda ko'rgan Simba degan multfilmlar bo'lardi, Qirol Sher. Sohibjamol Maxluqni ko'rganmisizlar? Otalar so'zi bo'lardi u paytlarda. O birinchi kanaldan piramidaning nima bor ham? Bazirga tut deb qo'yiladi. Ko'rib turardik. Qisqasi, bir Taysonni bo'ylari bo'lardi, ko'rganmisiz? Kutasiz. Taysonni bo'ylari, shu 12 dan keyin bo'lar, opadan bilan rosa kutardi-da. Shunday chiqib turib bo'ldi tugardi-da. Endi keyin so'kinib uxlardi opadan. Men ham nima bo'lganini tushunmasdim, yosh bo'lib. Mazza davrlar bo'lardi, uylari kichkina, oqibati bor. Hammada hali siylay rahim bor. Hashar To'xta Murod akanikiga to'yga desa yoki O'tganda hashar qildinglar. Chaqirdingiz-ku, bittasi kelmay qolganlari bo'ldimi? Kutmagansiz u odamdan kelmay qolishini. Kelmay qoldi-da shu odam. Ana shu nima hashar edi o'zi? Hammona rahmatullohi alayhi, menga o'z do'stimiz o'zi Koreyaga ketib qolib bir hashar uyushtirdi uyini. Tomiga loy bosish kerak bo'lib qoldi. Maqsadimiz faqat bitta bo'lgan, to'g'ri, loy bosish, lekin mendagi maqsad ham yoshlikni eslab, yoshlikda hasharlarimiz bor. Ashuni eslab maza qilib loy bosish bo'lganda niyatimga yetdim. Men meni mayerim bor-ku, yuragim shunaqa maza qildi yoshlikda hasharlarni eslab, to'g'risi. To'g'ri, jicha belim og'rigan bo'lishi mumkin, lekin yuragim maza qildi. Kela olmaganlar men qilgan mazani qila olmadi. Tushuntira oldimmi? Boshqa gap yo'q bu yerda. Kim kela olmadi? Kela olmaganlar, endi kim kela olmagan bo'lsa. Asha gapdan video qilganman u. Hali eminda konkretno bitta nimani so'raysiz-ku. Yetalab boradi ekandimda, yetalab turib temani burib yuboryapsiz ko'pdan beri, boydan beri. Video o'shiga chiqarilgan. Kim videoni ko'rgan bo'lsa, kimi ko'rganligini men bilmayman. Ko'rganlar kela olmadi-da endi. Ko'rmaganlar endi kela olmadi. Xafa bo'ldingizmi u odamga bo'lmadi? Ha, nimaga xafa bo'laman? Aytdim, boy, hozir bir odam xafa bo'ladigan zamon emas. Aytdim, siz o'zingiz eplangan. Borolmagan odam o'zi aytdi-da, borolmadim deb. Endi hozir so'rayapman. Ko'ngilni mononi keng qilib turib yashaverasiz, Xudo xolasa Xudoyim beraveradi. Hammaga bersin, hamma qatori bizga ham. Bitta savol beraman aka va albatta zakljuchительный savol. Lekin u savolga juda ham o'ylanib javob berish kerak aka. Xo'p. O'limdan qo'rqasizmi aka? Ko'pchilik savolga bilasizmi, qo'rqmayman deb javob beradi. Ustimdan kulsa ham, masalan, harjang qilsa ham to'g'risini aytaman. Juda ham qo'rqaman o'limdan. Eslayman-da, mana shu vujudim titrab ketadi, qaltiroq bo'lib bir narsa. Kunda обязательно yo'q deganda bir mahal eslayman. Gunohimiz ko'p aka. Endi so'ramay keladi-yu Azroil. Shunaqa qaltirab ketaman. Yana ham mana shunaqa qaltirab ketsak ham, mana boshimiz sajdaga tegmayotganini eslab turib, yana undan battar vajohatli, u yerda qolinadigan yolg'izlik, hozirgi birinchi hayotimiz, u qabrdagi ikkinchi hayotimiz. U ham mayli oxiratdagi javobimiz-chi deganda tamom bo'lasiz. Ko'pchilik o'ylaydi-da, bu dunyoga bir marta kelamiz, bir marta yashab olsak bo'ldi degani bilan qabrdagi hayot-chi. Hozir mana yoningizda ota-onangiz bor, o'rtoqlaringiz bor, garday masalan bemalol yuribsiz, bu qilib ko'tarib. Qabrda itam havor olmaysiz. Ishonganlaringiz hammasi tezroq qo'yaylik mashina, yo'qolaylik deb yo'qoladi. Orada to'g'ri Qur'on tilovat qilish mumkin. Iminni mana shu orqangizdan Qur'on tilovat qiladigan insonlarni yaxshi o'qitib, joylab, tarbiyalab qo'yadigan bo'lsangiz, shulardan naf ekanda. Masalan-da Xudo xolasa haligi aytaylik, qabrlarini nurga to'lsin, kattalar u qabrlarini nurga to'lsin, oxiratini bersin. Eng glavnisi Allohim rahmatiga olgan bo'lsin. Agar Allohim rahmatiga olmagan bo'lsa, 24 ga 7 namoz o'qisangiz ham, butun dunyoingizni qo'shnilarnikini ham qo'shib turib ehson qilsangiz ham, hammasi bir tin ekan.
butun savob amallaringiz meni bilishim bo'yicha ozgina mana uni ishlatgan bo'yicha gapiryapman-da. Allohim rahmatingga olgin deb turib duo qilaverish kerak ekan. Ha? Qancha gunohingiz tog'dek bo'lsa ham, o'zingizdan bir narsani yasab olib, namoz o'qiyapman-da men. Sen benamozsan deb buni ustidan izvasta qilmasdan, siz o'qigan namozingizga javob berasiz. Sizni so'roq savolingiz boshqa. Bu o'qimaganiga javob beradi. To'ppa-to'g'ri, kaliti namoz. Lekin bu iminashinga javob beradi. Ustidan kulganingiz bilan sizni gunohlaringiz yuvilib ketayotganini yoki ketmayotganini qanday bilasiz? Qolyapsiz. Ana shu tomonlari ham bor, ha? Chiqib ketib qoldimi temadan? Yo'q, gapiravering. Muomala urib yubormasdan. Bo'ldi. Bo'ldi, yopib joniki bu temalar vaqti nozik. Javobingizdan mamnunmandim aka. Вообще mamnun bo'ldim aka. Jichcha bo'lsa yig'laverardi. Bitta yerni qo'shib qo'yadi. Qo'shing. Shunaqa menga anaqa savol keladi mana shu. Qabrda, qabriston yonidan kunda o'taman-da. Mahallamizda. Ishga ketyapti. Qarayman-da sovuq kunlar, qish mavsumlarida. Shu qabrda yotgan qarindoshlarimiz bor-da. Yotibdilar shida mana. Qo'ni qo'shni bo'ladi, qarindosh bor. Sovqotishmayaptimikin deyman. Pechkani yoqib olganman. Issiq ketyapman o'zim. Lekin mashinani isitguncha ancha sovqotib chiqqanman mashinaga. Endi o'zimga kelib qolib isib ketayotgan paytimda shunday qarab, ustiga qor tushyapti. Sovqotishmayaptimikin? Qarang, bema'ni savol-a o'zi. Lekin shu savolni o'zimga beraman-da. Sovqotishmayaptimikin shu qarindoshim, shu falonchi sovqotmayaptimikin deb haligi yig'i keladi, to'g'risi. Bilmadim balki qanchalik o'ringa ega bu savol. Keladi shunaqa savollar. Javobingiz juda ham bir ichlar titratadigan bo'ldi Manodir aka. Hech bunaqa deb o'ylamadim. Sizdan bunaqa bir aqlli fikr chiqadi. Ammo to'g'risi shunaqa. To'g'ri. U hammada bor. Mana ko'rib turganlar ham mana shunaqa. Bu jinni nimani biladi? Shunchaki mana ko'chada baklashga terib yurgan inson bor-ku. Shuni ham ozgina bo'lsa ham ma'lumotini eshitib qo'ying-da. Pastga urmasdan. Balki u devonai mashrabdir. Masalan-da, ko'p kitob o'qigan bo'lish mumkin sizdan. Hozir endi shunaqa sharoitga tushib, odamlarga bo'lgan ishonchi yo'q bo'lib, odamlardan uzoqlashib, yolg'izlikni tanlagan inson bo'lish mumkin. Masalan-da, to'g'rimi? Ba'zida yolg'izlik eng katta davo deydi-ku. Masalan. Nodir aka sizni chaqirib afsuslanmadinglarmi? Yo'q, afsuslanmadik. Rostdan Afsuslanmadik. Aka, sizni chaqirib maqsad o'zi to'g'risi boshqacha edi. Ha, izdivaza qilish. Ha, bo'ldi. lekin bizni nimalarimiz o'zgardi-da. Endi shuning uchun men mana jiniga savollarni sekin olib qo'ydim. Bo'ldi. Hadab savol deyapsiz-ku. Ularni olib qo'ydik-da. Sizga emas ekan unaqa savollar berishimiz-chi. Kimga berasiz? Unaqa odam emas ekan. O'zi odam. O'zingiz aytdingiz-ku, olib kelamiz dedingiz-ku. Mana o'tirasiz, o'zingiz berasiz, men savollarni beraman. Sizga tayyor Shunaqa qiladigan. Bezodbek jigarim, ya'ni bek operator keyingi ishtirokchimiz siz bo'lishingiz mumkin. Qattiq tayinlaning. Omma aytib qo'y, bu yerga kelganingizdan keyin, o'g'ri monitorni ko'rdingiz-ku. U yerdagi savollarda bu yerda men o'qib turgan javoblari yo'q. Chista improvizatsiya. Bular qanaqa savol berishini men bilmayman. Shuning uchun bilmagan holda kelgan savolga javob berdim qo'ldan kelgancha. Siz ham improvizatsiyaga yaxshi tayinlanib kelsin. Taylansin. Yo'q, tayinlanib keling. O'zingiz o'tirasiz endi mana. Xudo xolasa, birgalikda. Ha. Hurmatli biz podpishchilar. Bugungi xafa bo'lish yo'q. Ko'rsatuvimiz 3-son yakuniga yetib keldi. Nodir aka ishtirok etganingiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Bir og'iz gapimizni yo'q demasdan kelib o'tirganingizdan yana ham Alloh ajringizni bersin aka. Biz sizni bu yerga kelishingizdan biz sizni samimiyligingizni bildik. Ya'ni videoda boshqa odam. Ya'ni bu o'zingiz aytgandek insonlarga bir ozgina bo'lsa ham kulgi bag'ishlab, lekin aslining ichida bir ma'no bor degan narsani bildiryapsiz. Lekin hurmatli Nodir aka podpishchilari, hurmatli bizni podpishchilarimiz, Nodir akaga bo'lgan hayoliylardagi, ya'ni bir majmiya deb o'zingizlarda bu narsa bo'lganda, kommentariyada o'qiganmiz, majmiya degan inson emas. Ya'ni hayotda juda ham bir 360 gradus orqasi ekan. Bundaycha aytganda, ya'ni juda ham samimiy inson ekan. Biz maza qilib suhbatlashdik. Realni gapiryapman. Aka, siz yana bu oynai jahonda kutib qolamiz, xudo xolasa. Kelganingiz uchun Alloh rozi bo'lsin aka. Sizni ko'rib
bir maza qildik va suhbatlash undan ham maza qilardik aka. To'g'ri gap. Bizni planimiz совсем bir boshqacha edi. Ha. Aka sizni mashaqqa o'tkazib olib turib harakat qilyapmiz aka, lekin aka baribir boshqacha bo'lyapti. Yo'q, men tushunmayman-da. Manaqa ko'rsatuv olib boradigan, sal gapga ustaroq odamni qo'yib qo'ymaysizlar, bidir qiladigan, jinniga savol beradigan, mo qadamga siz bir ma'noli savol, mo'yam bir qiladigan orada. Shustri bo'lish kerak-da, savol beradigan odam. Improvizatsiyani qaroli bo'lish kerak. Endi ana shunda zo'r bo'ladi. Otomonga aziko'da o'tkazib, otomonga meni o'tkazib qo'ysa, ma'dagi odamni borib men ketdim degib yuborish kerak-da, masalanda. Ana shunaqa qilishinglar kerak. Aka, keyingi mashq stol sizniki aka. Ishongan gapimga nodir aka. Bo'ldi. Xo'p. Keyingi ishtirokchimiz Beka aka ekan. Beka operator aka. Sizni shu stolda Nodir aka ikkomiz kutib qolamiz. Xudo xolasa. Savollarimiz tayyor, mahkam bo'lib, doldirdi ham dollar deb turaverganim keling bo'ldi aka, shunisi yetadi. Akalar, bizni tinglaganinglar uchun vaqt ajratib, ya'ni shu narsani ko'rganinglar uchun sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Keyingi ko'rsatuvda, ya'ni keyingi soniyamizda ko'rishguncha xayr. Alloh o'ziga omonat sizlar.